$880 umra safariga borish imkoniyati. Bugungi sanamiz inshaalloh 24-yanvar. Biz sizlarga 3 kun oldin xabarini beryapmiz. Eng qizig'i, bizda barchasi qonuniy. Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy rasmiy qonuniy ofis orqali istasalaring kelib, mana shu ofisimizga naqd ko'rinishda to'lovni amalga oshiringlar. Istasalaring Centrum Holidays hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib beringlar. Bu qaysi sana deydigan bo'lsalaring, 27-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga sharoitlarimiz tayyorlandi. Xudo xolasa $880 dan bizni ofisimizga kelib joylaring bron qilib ketsalaring bo'ladi inshaalloh. Bu yangilikni sizlarga yetkazyapmiz. Ushbu yangilikni yetkazayotganimiz sizlarga ma'qul kelsa, bitta like bosib, kommentariyaga astilanglar qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Inshaalloh bizda bundan tashqari yanvar, fevral, mart oylariga skidkalarimiz bor. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bizda standart sharoitlar Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastitsalarimiz. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Ramazon oyi kirgandan keyin 2 mahalliy rejimga o'tishadi. Xudo xolasa Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Ravza Sharifga inshaalloh 100% tashrif, barcha ziyoratchilarimiz tashrif buyurishyapti. Inshaalloh Ramazon oyi kirgandan keyin ziyoratlar ham cheklanadi. Xudo xolasa buni ham hisobga olib qo'yasizlar. Yuqori yillik tajribali 50 boshlar Xudo xolasa mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Har bir reysda birga borib, birga kelishadi. To'g'ri kelishsa, agar to'g'ri kelmay qolsa, albatta yo'l boshchilar tayinlanib olib borishadi, yo'l boshchilar qaytarib olib kelishadi. Inshaalloh yana sizlarga biz firma tomonidan mana hozir ko'rsatamiz, nimalar beramiz. Xo'p. Firma tomonidan aeroportga tushib ketayotganlaringdan Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays kanzillari, Centrum Holidays sumkalari inshaalloh beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Va albatta doktor xizmatidan ko'pchilik o'ylanyapti. Bizda doktor xizmati bor, doktorlarimiz ota-onalarini Xudo xolasa birinchi yordam ko'rsata olishadi. Inshaalloh dorilar bo'lsa, o'zlarining dorilaridan foydalanishadi yoki da o'zlari, ya'ni biz tomonidan yuborilgan dorilardan foydalanib yordam ko'rsatishadi. Xo'p, endi bu standart paketimiz, standart sharoitlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlar tashab, vodiyliklar ofisimizga kelishlari mumkin yoki da 12 ta viloyatdan hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Endi men sizlarga yana chegirmali reyslarimiz bo'ladi dedim. Shu chegirmali reyslarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa 25 Namangan Jiddada 2 ta reysimiz bor edi. Bitta reysimizning narxini $899 dan qilib beramiz. Kechga uchadi, 8:00 da samolyot uchadi, 16:00 da aeroportda bo'lishliklaring kerak. 28 fevral Farg'ona Madina, 31 fevral Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni Xudo xolasa sizlar uchun $975 dan chegirma e'lon qildik. Endi fevral oyiga bizda reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishida 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 fevral Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz inshaalloh bularning narxini $995 dan qilib beramiz. Toshkent Madina yo'nalishida fevral oyiga so'raganlarga 7, 14, 21, 28 buni ham narxini $995 dan qilib beramiz. Ramazon oyi 1-2 10 kunligiga ulg'aysizlar inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, endi bizdan juda ham ko'pchilik vodiydan Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelamiz. Shunaqa reyslar bormi deganlarga Farg'ona reyslar bo'yicha ma'lumot beramiz. 3 fevral Farg'ona Jidda yo'nalishida $950 dan, 10 fevral Farg'ona Jidda $980 dan, 17 fevral Farg'ona Jidda
1100 dollardan, 24-fevral Farg'ona Jidda 1200 dollardan, 3-mart hamda 10-mart Farg'ona Jidda Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelamiz deganlarga Xudo xolasa 1300 dollardan joylarimiz bo'ladi. Toshkentdan reys so'raganlarga hayit namozini o'qib Laylatul Qadr kechasini o'qib keladigan 10-da reysimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishida ushbu reysimizni narxiga keladigan bo'lsa 1400 dollardan qilib beramiz. Bu komfort sharoitli reysimiz amalga oshiriladi. Xudo xolasa kimga qaysi viloyatdan reys kerak bo'ladigan bo'lsa ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana bir marotaba qaytarib o'taman, bizda barchasi rasmiy, qonuniy amalga oshiriladi. 5 kishi, 10 kishi, undan yuqori bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham aloqaga chiqishlari mumkin. Biz butun boshli ofisimizni ko'rsatamiz. Mana shu Centrum Holidays, mana shu joyda operatorlar gaplashib, ziyoratchilarni qabul qilishadi. Inshaalloh nasib qilsa siz ham kelsangiz, sizni ham shu joyda kutib olamiz. Centrum Holidays, Farg'ona, Marg'ilon, Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Mana xuddi mana shu manzildan sizlarga yuzlanyapmiz. Videolarimizga like bosinglar, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni jo'natib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishdan to'xtamanglar. Shunaqangi arzon chegirmali narxlarni sizlarga yetkazib berib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.